erkek kishi azizlarim, faqat oxirigacha eshitinglar. O'zi qisqagina. Erkek kishi bola chaqamni rizqini topaman deb, halol mehnat qilay deb ko'chaga chiqadi-ku, rizq talab qilib. Ana shunda farishtalar, Allohning farishtalari haligi erkakni qadamlariga qanotlarini yozar ekan, qanotlarini. Biza ham shu odamni, shu erkakni savobiga sherik bo'laylik deb qanotlarini yozar ekan farishtalar. Azizlarim mana. Har erkak zoti borki, Allohim halol tirikchiligiga ilohim barakot bersin azizlarim mana. Rahmat. Erkek kishi azizlarim, faqat oxirigacha eshitinglar. O'zi qisqagina. Erkek kishi bola chaqamni rizqini topaman deb, halol mehnat qilay deb ko'chaga chiqadi-ku, rizq talab qilib. Ana shunda farishtalar